Bu yerda haqiqiy urush bo'lgan. Diplomatik janjal, sababchisi esa oddiygina qulupnay. 90-yillar boshi Yaponiya eng zo'r qulupnay navlarini yaratish uchun yillab va millionlab yena sarflaydi. Ular shirin, yirik va juda xushbo'y edi. Lekin kunlarning birida bir nechta ko'chat Janubiy Koreyaga o'tib qoladi. U paytlarda o'simlik patenti tizimi hali juda bo'sh edi. Koreyalik fermerlar bu ko'chatlarni chatishtirib, so'lkang va maykan kabi yangi navlarni yaratishadi. Ular ham serhosil, ham shirin, eng muhimi arzon edi. Mana shu yerda katta bozor jangi boshlanadi. Yapon seleksiyasi koreys issiqxonalariga qarshi. 2018-yil Pxyonchang qishki olimpiadasi. Yapon sportchisi koreys qulupnayini maqtab yuboradi. Yaponiya esa buni o'g'irlangan navlarning g'alabasi deb qabul qiladi. Tokio hisob-kitob qilib ko'rsa, ko'rilgan zarar yiliga qariyb $40 million tashkil qilar ekan. Bugun esa o'sha koreys navlarining zurriyotlari O'zbekiston issiqxonalarida ham yetishtirilmoqda. Genetika o'sha, lekin tarix bizda yangicha yozilmoqda. Obuna bo'l. Bu yerda agro olami haqiqiy kino.